Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali may.gov.uz orqali nashrlarning xalqaro standart raqamini olish tartibi bilan tanishing. Nashrlarga xalqaro standart tartib raqamlarini berish bo'yicha davlat xizmati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 1-maydagi 176-son qarorining 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan reglamenti asosida amalga oshiriladi. Bunda dastlab yuridik shaxs yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bosh sahifasidan kirish tugmasini bosib, yuridik shaxs sifatida tizimga kirishi kerak. Shundan so'ng portal bosh sahifasidan litsenziyalash bo'limiga o'tib, tegishli xizmatdan foydalanishni boshlang. Birinchi qadamda nashriyot manzili ma'lumotlari, telefon raqami hamda nashriyotning bank hisobi ma'lumotlarini to'g'ri kiriting. Keyingi tugmani bosish orqali ikkinchi qadamga o'ting. Bu yerda nashr etilayotgan kitobning ma'lumotlarini to'liq kiriting. Agarda chop etilayotgan kitob diniy adabiyot bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining ekspert xulosasi hujjatlari JPEG, PDF formatida biriktirilishi shart. Agarda chop etilayotgan kitobning nashriyot hamda muallif o'rtasida tuzilgan shartnomasi mavjud bo'lsa, albatta ilovaga JPEG, PDF formatida biriktirilishi, nashriyot hamda muallif o'rtasida shartnoma mavjud bo'lmagan hollarda ushbu maydonni bo'sh qoldiring. Shuningdek, bu qadamda kitobning qisqa annotatsiyasi matni va ushbu matn saqlangan JPEG, PDF formatidagi ilovalarni qisqa annotatsiya qismiga biriktiring. Nashr turi tanlanganidan so'ng yuborish tugmasini bosing. Shundan so'ng arizani yuborishdan oldin xatoliklarni oldini olish maqsadida ma'lumotlaringizni yana bir bor tekshiring. Agarda sizda xato va kamchiliklar to'g'rilangandan keyin qayta yuborilayotgan ariza bo'lsa, avvalgi arizaning raqamini ko'rsating. Ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin yuborish tugmasini bosing. Arizangiz O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan bir ish kuni ichida ko'rib chiqish uchun qabul qilinadi hamda tegishli ma'lumotlar tekshiruvidan o'tkazilganidan keyin yagona portal orqali sizga to'lov uchun invoice ma'lumotlari yuboriladi. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng nashrga berilgan xalqaro standart raqami haqidagi ma'lumotlar 3 ish kuni ichida yagona portal orqali sizga yuboriladi. may.gov.uz oson, tez va qulay.